Quyidagi savollarni ushbu savolda sal chalkashlik bor. Ya'ni 320 yo'l belgisi belgi qayerda turibdi? Kechmadan keyin oddiy usulda, ya'ni sodda usulda tushuntirib berishga harakat qilaman. Men Ilhomjon Jo'rayev. Sizlarni avtotest imtihonlarida bitta urinishda o'zida o'tib ketish uchun quyidagi savollarni oddiy usulda, ya'ni sodda usulda tushuntirib berishga harakat qilaman. Ushbu 411 yo'l belgisi yo'l boshiga o'rnatilsa, unga yaqin chorrahaga amal qiladi. Belgi o'rnatilgan tomondagi joylashgan hovli, shunga tutashgan hududlarga kirishni taqiqlamaydi. Ushbu ma'lumotni bilish orqali quyidagi savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. Qaysi yo'naltirgich bo'yicha harakatlanish ruxsat etilgan? To'g'riga va o'ngga. Xo'p, bu joyda to'g'riga yurishimiz belgi. Ikkinchi A yo'nalishi esa hovli, yondosh hudud bo'lganligi uchun o'ng tomonda joylashganligi kirsak bo'ladi. Chap tomonda joylashganligiga kira olmaymiz. A bilan G to'g'ri. Keyingi savol. Qaysi yo'naltirishlar harakatlanishga ruxsat etilgan? Qaysi yo'nalishlarda harakatlanish ruxsat etilgan? Ya'ni A va B. Quyidagi savol takrorlanyapti. Ushbu savolda sal chalkashlik bor. Ya'ni 320 yo'l belgisi shu hududga to'xtash taqiqlaydi. Quyidagi belgi esa bu belgini ta'siri tugadi. Ya'ni hech qanday buyuruvchiga daxli yo'q ikkala belgini. To'g'riga va o'ngga kirishga ruxsat beradi. B bilan A yo'nalish bo'yicha ruxsat etilgan. Haydovchi qaysi rasmda qoida talabini buzmay turib manevr qildi? Bu joyda buyuruvchi belgimiz to'g'riga buyuryapti, o'ngga hovliga kirishga ruxsat beradi. Ikkinchi rasmda chapga hovliga kirish taqiqlaydi. Ya'ni chap tomonda yondosh hudud bo'lsa foydalana olmaymiz, faqat to'g'riga ketishimiz kerak. Uchinchi rasmda esa bir tomonlama yo'lda orqaga qayrilib olish taqiqlaydi bir tomonlama yo'nalishimizda. Ya'ni to'g'ri manevr qildi, buzmadi deydigan bo'lsak, birinchi rasm. Qaysi javobda ruxsat etilgan harakat yo'nalishini to'g'ri ko'rsatilgan? Ushbu savolda esa vaqtinchalik yo'l belgi bilan doimiy yo'l belgilari zid kelib qolgan. Doimiy yo'l belgilari bilan vaqtinchalik yo'l belgilari bir-biriga zid kelib qolsa, vaqtinchalik yo'l belgilariga amal qilamiz. Ya'ni to'g'riga harakatlanishimiz kerak. Yengil avtomobil qaysi yo'nalishga harakat ruxsat etilgan? Ushbu joyda e'tibor bering, qo'shimcha axborot belgisi faqat yuk avtomobilga tegishli bu belgini deyapti. Ya'ni yengil avtomobil istalgan yo'nalishga yurishi mumkin. Agarda shu belgini, ya'ni shu avtomobilning o'rnida yuk avtomobili bo'lib qolganda edi, faqat to'g'riga yurar edi. Ya'ni istalgan yo'nalishda. E'tibor bering, javob o'rtada kelyapti. Keyingi savol. Keyingi savolda xuddi shu savol. E'tibor bering, o'rtadagi to'g'ri javob, ya'ni F3 ga tushib qoldi. Keyingi savol. Sizga ruxsat etilgan to'la vazningiz 3,5 tonnadan ortiq yuk avtomobilda harakatlanayotgan bo'lsangiz, sizning harakatingiz deyapti. Shu joyda belgi turibdi. Ya'ni to'g'riga yurishga majbursiz. Bu chorrahada chapga burilishga ruxsat etiladimi deyapti. Ya'ni ushbu belgimiz birinchi chorraha, ya'ni birinchi kesishmadagi ta'siri tugaydi deyilyapti. Ikkinchi kesishmaga bu belgini daxli yo'q. Ya'ni chapga ketsak bo'ladi. Xo'p, qaysi transport vositasi haydovchisi qoidani buzib burilmoqda deydigan bo'lsak, bu joyda ikkala transport vositasi ham qoidani buzyapti. Bunga sabab buyuruvchi belgining talabini bajarmayapti. Keyingi savol. Chorrahada qaysi yo'nalishda harakatlanishingiz mumkin? Ushbu holatda esa 411 yo'l belgisi turibdi. Faqat qayerga yurishingiz kerak ekan? To'g'riga. Ushbu chorrahada chapga burilishga ruxsat etiladimi? Ko'pchilik bu savolda taqiqlanadi deb belgilaydi. Buning asosiy sababi esa kesishmadan keyin, ya'ni mana shu birinchi kesishmadan keyin bu belgining ta'siri tugaydi. Keyingiga ta'sir qilmaydi, ya'ni chapga ketsak bo'ladi. Ya'ni chapga burilishga ruxsat beradimi? Albatta, ruxsat beradi. Quyidagi savol, qaysi avtomobil haydovchisi qoida buzib hovliga burilyapti deydigan bo'lsak, bu holatda sariq avtomobil buzib hovliga burilyapti. Sabab hovliga o'ng tomonda bo'ladigan bo'lsa, bu belgini daxli yo'q. O'ng tomonga kirsangiz bo'ladi. Lekin chap tomonda hovli bo'ladigan bo'lsa, bu belgi qoidasini buzayotgan bo'ladi. Ya'ni to'g'riga harakatlanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sariq avtomobil qoidani buzyapti. Yo'naltirgich bilan ko'rsatilgan qaysi yo'nalishda harakat ruxsat etilgan desa, faqat to'g'riga va chapga. Ya'ni birinchi belgimiz mana shu kesishmada va o'ngga ketyapti, bu taqiqlayapti. E'tibor berib qo'yinglar, shu savolda egizagi ham bor. Ya'ni mana shu yerda qo'shimcha tarmoq, ya'ni yo'naltirgichli ham bor, ya'ni to'g'riga va o'ngga degan belgimiz bor.
ushbu holatda esa barcha yo'nalishga chiqadi. Ha, hozirgi holatda esa faqat to'g'riga yur deyapti. Shu holatda o'ngga harakatlanishni taqiqlaydi. Keyingi kesishmadan esa to'g'riga va chapga yursangiz bo'ladi. Ana faqat chapga va to'g'riga degan javob to'g'ri chiqadi. Ushbu transport vositasiga chorraha orqali qaysi yo'nalish bo'yicha harakatga ruxsat etilgan? Ushbu yo'nalish bo'yicha, ya'ni svetofor turibdi, svetofor ruxsat. Hop, barcha yo'nalishga yurish mumkin. Belgi qayerda turibdi? Kesishmadan keyin. Ya'ni kesishmadan keyin bo'ladigan bo'lsa, bu transport turgan joyga daxli yo'q. Ya'ni o'ngga ham, to'g'riga ham, chapga ham qayrilib olishga ham ruxsat etiladi. Ya'ni barcha yo'nalishga. Qaysi avtomobil haydovchisi burilishga ruxsat etilgan deydigan bo'lsak, ko'pchilik o'ylaydi, qo'shimcha tarmoq. Qo'shimcha tarmoqdagi qizil avtomobil yursa bo'ladi deydi. Kechirasizlar, ushbu buyuruvchi belgi bo'lganligi uchun o'ng tomonga yurish taqiqlanadi. Ya'ni ikkala transport vositaga ham harakatda ruxsat yo'q. Har ikkisiga harakat taqiqlanadi. Sizga ham shunday ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizning Instagram va YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Sizda birinchilardan bo'lib ushbu ma'lumotlarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Avtotest imtihonlarida bitta urinishda o'zida o'tishingizni jamoamiz nomidan tilab qolamiz.